Assalomu alaykum aziz ustalar, shu darvoza yasaydigan ustalar. Sizlardan bir narsa so'ramoqchidim-da. Bir narsa bo'layotibdi-da. Mana bunaqa mana yaxshi ko'rinyaptimi yo'qmi? Burush tushgan-ku ustiga. Mana shunday bo'lyapti-da, kerak kraskadan keyin. Nimadan bu? Buni bilganlar yozinglar iltimos. Mana shunaqa burush tushadi-da. Bunaqa mana shishga beradi. Hay buni. Keyin mana buni mana yaqindan bo'lib qoldi-da, nima yo mani kraskamdamikan ayb. Hech bunaqa hol bo'lmaganda shu yaqindan shu taxminan 3 ta 4 ta darvozadan mana shunaqa bo'lib boshladi-da. Bu nimadan ekan hech bilolmayapman-da. Shu paytgacha bo'lgan emas bunaqa narsa. Ana burush tushadi mana. Endi sal ko'rinyapti-yu, lekin buni ustalar biladi. Nimadan kelar bu? Bilganlar yozinglar. Mana shuni topa olmayapman. Kompressorim yog' o'tkazibmikan deyman. Yoki tekini artishida kammi bormi? Misol yuvishida. Shuni aytib o'ringlar iltimos.